shunaqa top premium lokatsiyadan bahaybat mustahkam qurilgan domdan 2 xonali xonadon chiqyapti. Gorga Saodat restorani ro'parasidan obzorni ichkaridan qilamiz, tomosha qiling. Premium lokatsiyadagi 2 xonali xonadonimizni obzoriga ham yetib keldik. Mana bu kiraverish eshigi chap qo'lda bemalol prixoj mebel qilish uchun joylari qo'lib ketilgan. To'g'rida esa yotoqxonasi bo'lyapti. Mana bunaqa mebellari bilan birga va kattagina balkoniga ega 3 metrlik открытый balkon. Shundan yo'lga qarab turibdi uyimiz. 65 metr kvadratdan iborat 8 qavatli g'ishtli liftli domni 7-qavatdan bo'lyapti. Mana bu razdelni alohida qilingan sanuzel, hojatxonasi va yuvinish xonalari, patologiyacha kafellari qilib qo'yilgan yaxshi iranskiy kafellari. O'ng qo'limizda esa zali bo'lyapti. Ugaloqlari mягкий zona qilib tayyor qilib qo'yilgan. Kirasiz, xudo xohlasa mazza qilib yashab berasiz bo'ldi. To'g'rida chap qo'lda esa kuxnyasi bo'lyapti. Kuxnyada ham открытый 3 metrlik balkoniga ega, shundoqqina yo'lga qarab turibdi. Hozir xonadonimizning narxini aytaman, qimmat deyishga shoshilmang, sababi ko'rdingiz, dizaynerga gap yo'q domni va sifati mustahkam qurilgan, detik plashatkalarga ega va parkovkalarga umuman muammo yo'q. Narxi 57.800 so'rashyapti, kami bor. Pastda nomerlar qoldiraman, qo'ng'iroq qiling. Ajoyib xonadon, obuna bo'lishni esa unutmang.